Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Urdu, Dalitala yaqin yerda yangi Novostroyka domlarimizni 7-qavatida 50 kvadrat metrdan iborat bo'lgan, ayrim ishlar qilingan. Korobka holatdagi kvartiramizni o'rnak qilamiz. Tashkalari santexnik, elektromontajlar qilingan bo'ladi. Urdu, Dalital yana yanimizda do'stlar. Baxmal Group bu yanda buyum bozorimiz yo'lning ustida. Maktab, bog'cha, gaz, suv, suyetdan muammo yo'q do'stlar. Transportlardan ham muammo yo'q. İçi domumuzda kadastri tayyor, naqd pulga sotiladi ekan. Yurtdoshlar yaqinlarga tashlab qo'yamiz. Kirib ichkari qismini tanishtirib beramiz. Qani ketdik. Like'larni bosib beringlar. Yine yurtdoshlar 7-etajimizdan chiqib keldik. Etajimizda 4 xonadan 4 kvartira bo'ladi. Kirib ichkari qismini tanishamiz. Şu kvartiramiz. Утепленный eshiklar qo'yilgan, katta eshiklar. Ajoyib podezlar ham. Zo'rdan bu bilasizlar, kadastri tayyor. Girish qismimiz yurtdoshlar. Shu bir yandan ko'rib ketaveramiz, tashkilasi qilingan. Bu yerda kuxnyamiz, zalimiz bo'ladi, bu yerda sanuzel yurtdoshlar. Sanuzelni ko'rsatib o'tamiz. Sanuzelda santexnik ishlar ham qilingan. Bu yerda batareya joylar ham tashalgan ekan. Montajlar ham qilingan yurtdoshlar. Bu yerda montajlarni ham qilib qo'yibdi. O'shlarga tushirib, bilandan tanishaveramiz. Tak, kuxnyadan даже отопленияni nalari plastiklari qilingan, podmoyak, stashka qilingan bo'ladi. Elektromontajlari tayyor. Bismillah. Balkona chiqdik do'stlar. Bunda Baxmal Group. Bunda Urdu universiteti var. Dalital yaqin yo'lning ustida yana parkovkalar yetarli, orqa oldidan Malala o'yingohi ismi, maktabi, bog'chasi ismi, hamma narsasi bor yurtdoshlar. Kuxnya keng tushgan. Shu past etajimizda mana 2 xonali qilib qo'yibdilar. To'shli shu proyekt, shuni shuni ostida kuxnyaning shu yerga tergan. Ben sanuzelni bilmayman, divorni sal baraqa o'zgartirganmadi. 2 xonali chisti bo'lib turibdi do'stlar. Yana katta zal sizlarga. Ulli lekin kvadrati bir xonalı kvartira emas, endi buni 2 qilsa bo'ladi deyman. Katta ayna tushgan beri. Yurtdoshlar aluvchilarga nasib etsin. Narxi bir ajoyib narxda. Shaharning ichida Urdu institutiga yaqin lift ishlab turibdi. Telefon rasla mulk egasini nomerini beramiz. Gelib savdolashib olasizlar. Aluvchilarga nasib etsin. Kimki o'z ko'chmas mumkin sotib qo'yacak bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanib, satishda yordam beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Videolarimiz bilan tanishib boraverasizlar. Omon bo'ling, salomat bo'ling.